Foydali kontent qidirib vaqtingni qilma qurbon. Ma'lumotlar akademiyasi bu top daraja ishon. Video yoqsa like-ni bos, kanalga bo'l obuna. Do'stlaringga repost qil, ko'rib deyishsin voy bo oh. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun efirimizda butun dunyoni lol hayratga solgan Gollivud va AQSh hukumatining eng sirli va dahshatli sahifalaridan birini o'rganamiz. Marilyn Monroe dunyoning eng mashhur va go'zal aktrisasi. Atigi 36 yoshda sirli ravishda vafot etdi. Lekin bu oddiy o'lim bo'lmagan bo'lishi mumkin. Uning ortida kimlar turgan edi? Oq uy, AQSh prezidenti Kennedy va FQB bu voqeaga qanday aloqador? Diqqat qiling, yillar davomida kinostudiyalar uni shunchaki chiroyli va nodon ayol qilib ko'rsatishga urinishgan. Lekin so'nggi maxfiy ma'lumotlarga ko'ra, Marilyn Monroe mutlaqo boshqacha inson bo'lgan. Uning shaxsiy kutubxonasida 400 dan ortiq eng murakkab falsafiy kitoblar saqlangan. IQ darajasi esa mashhur daho Albert Einstein ko'rsatkichlariga teng bo'lgan. Biroq eng shov-shuvli tafsilotlar hali oldinda. Maxfiy manbalarning ta'kidlashicha, Monroe o'z davrida shunchaki kino yulduzi emas, balki AQSh davlat xavfsizligiga tahdid soluvchi shaxsga aylangan edi. Uning AQSh prezidenti John Kennedy va uning ukasi Robert Kennedy bilan o'ta maxfiy aloqalari bo'lgan. Hatto FQB rahbari Edgar Hoover Marilynning har bir qadamini nazorat qilib, uyi va telefonlariga maxfiy eshituv moslamalarini o'rnatgan. Va mana 1962-yilning 4-avgust kuni butun dunyo shokka tushdi. Marilyn Monroe Nyu-Yorkdagi sirli vaziyatda o'z uyida o'lik holatda topildi. Ommaviy axborot vositalari buni dorini oshirib yuborish deb e'lon qildi. Lekin voqea joyiga birinchi bomba me'yorida yetib kelgan guvohlarning ta'kidlashicha, dalillar soxtalashtirilgan, qo'ng'iroqlar tarixi o'chirib tashlangan va eng muhimi uning davlat sirlari yozilgan qizil daftarchasi izsiz yo'qolgan. Xush, hurmatli tomoshabinlar, siz qanday fikrdasiz? Marilyn Monroe haqiqatan ham o'z joniga qasd qilganmi yoki u ko'p narsani bilgani uchun yo'q qilinganmi? O'z fikringizni albatta izohlarda yozib qoldiring. Dunyodagi eng qaynoq va shov-shuvli voqealarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.